o'rgatsa va savdo ovoslari bir-biriga aralashadi. Bu betakror bozorlar dunyoning turli burchaklaridan kelgan odamlarning uchrashuv maskani. Beri menga telefon bering. Sen gapirib turma, olib turaman. Sen gapirib tur. Sen gapirib tur. Gapir. Islom televizionsiyasini Markaziga. markaziga kelib durdan bilamiz. Shunaqa joy ekan bu. Biz rolni o'ynatib ishani. Eshiklar oldida, tosh devorlar ustida ming yillik dostonlar joyladi. So'q diyorning freskalari o'tgan zamon aks sadosi bilan bugunga keladi. Qadimiy alifboda bu mintaqadagi madaniyatning orqasi va makon